Bismillahirrohmanirrohim. Agar ozgina qoldirib o'zingizga ko'p ato qilayotgan bo'lsangiz, boshqalarga bu isor deyiladi. Agar o'zingizga ko'p olib qolib, ozgina tarqatayotgan bo'lsangiz, ozgina ihson qilayotgan bo'lsangiz, bu saxovat deyiladi. Endi o'zingizga olib qolganingiz ham, tarqatib berayotganingiz ham teng bo'lsa, bu al-jud deyiladi. Al-judning 10 ta martabasi. Birinchisi nafsga bo'lgan jud. Nafsning al-judi bu al-judning eng oliy martabasi. Inson o'zini, nafsini, o'zini jonini Allohning yo'lida fido qilishligi. Jang maydonida shahid bo'lgan mo'min. U o'zini eng qimmat narsasi, nafsini, jonini Allohga taqdim qildi. Al-judning eng oliy martabasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu Allohning kalimasini oliy bo'lish yo'lida shahid bo'lgan shahidga beriladigan maqom martabani qanday bo'lishini o'zining hadislarida bayon qilib berganlar. Ana shu maqom martabalardan uni jon taslim qilishi oddiy odamlarnikidaqa bo'lmaydi. U o'lim mashaqqatini totmaydi. Uni qonini hidi miskini hidi kabi bo'ladi. Hali shahid joni uzilmasdan turib o'zini jannatdagi maqomini ko'radi. Al-judning eng oliy martabasi nafs bilan al-jud qilishlik. Astagfirullah. Va la tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda robbihim yurzaqun. Alloh yo'lidagi jangda o'ldirilgan zotlarni hargiz o'liklar deb o'ylamang. Yo'q, ular tiriklardir. Robbilarining huzurida rizqlanmoqdalar. Ha, ular tirik. Qancha marta tarix davomida guvoh bo'lingan shahidlarning qabri ochilganida, sahobalarning qabrlari ochilganida ularning jasadlari chirimasdan shunday turganligi. Bu shahidlikning alomati. Shahidlar o'zlarini jonlarini Allohga taqdim qilishgan, ular eng oliy darajadagi insonlar. Demak, al-judning birinchi martabasi jon bilan, nafs bilan al-jud qilishlik. Ikkinchisi mansabga al-jud. Ya'ni mansabdan voz kechishlik. Mansabingiz bor, martabangiz bor. Ana shu mansabingiz tufayli jamiyatda hurmatingiz boshqalardagidan ko'ra ko'proq. Endi shunday mansabdor bo'lib turgan holingizda shunday bir holga duch keldingizki, agar Allohni rozi qilaman desangiz, mansabdan ketishga to'g'ri keladi. Yo mansab, yo Allohning roziligi. Albatta bu qiyin tanlov. Siz bilan bizda unaqa mansab, kursi bo'lmaganligi uchun biz buni bilmaymiz nimaligini. Endi o'sha mansabda kursida o'tirganlar biladi buni qanchalar qiyinligini. Tarix qaraydigan bo'lsak nimaga guvoh bo'lamiz? Masalan, o'sha bir katta podshohlarga ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning risolati yetib borgan. Lekin hammasi qabul qilmagan ularni. Nima uchun? Agar payg'ambarning risolatini qabul qilsa, musulmon bo'lsa, kofir bo'lgan qavmlari uni u podshohlikda qoldirmas edi. Iymonga kelsa, ana shu kursisidan, tojidan, taxtidan, mansabidan ajrab qolishi mumkin. Shuning uchun haqdan yuz o'girishgan. Endi bir inson haq turganda, Allohning rizoligi turganda, Allohning roziligini tanlab, o'zini mansabidan voz kechgan bo'lsa, bu odam o'zining mansabida al-jud amalini qilgan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siratiga murojaat qilsak, Dihiyat al-Kalbi radhiyallohu anhu mana Rum hukmdori Hiraqlga maktub olib bordi. Payg'ambarimizning sahobasi ana shu islomga da'vat qilgan risolasini olib bordi. Hiraql o'qidi, ilmli odam edi. Nasroniy dinini yaxshi bilar edi, olim edi. O'qidi, eshitdi, so'radi, haq ekanligini bildi. Ammo qabul qilmadi. Nima uchun? Hozirgi aytgan gapimiz. Agar payg'ambarimizga iymon keltirsa, uni saltanatidan ajratib qo'yishar edi. Dunyoni zavolga uchrashi, dunyoni vayron bo'lib ketishi Alloh uchun osonroq, Alloh uchun yengilroq. Nimadan? Allohning roziligini birinchi o'ringa qo'ygan mo'min
Allohning roziligidan bir narsalardan voz kechdi. Mansabidan, katta bir daromatidan, ulfatlaridan Alloh uchun bir narsadan voz kechdi. Endi Alloh mana shu bandani yordamsiz tashlab qo'yganidan ko'ra dunyoni vayron bo'lib ketishi Alloh uchun osonroq, yengilroq. Uni roziligini hamma narsadan afzal ko'rdingmi? Ko'rding. Voz kechdingmi? Kechding. Nima? Seni Alloh zoyi qilib qo'yadimi? Uni roziligini hamma narsadan afzal ko'rsang, seni xorlab qo'yadimi? Uni roziligini hamma narsadan afzal ko'rsang, nima? Seni orqada qoldirib qo'yadimi? Uni roziligini hamma narsadan afzal ko'rsang, nima? Seni yordamsiz tashlab qo'yadimi? Uni roziligini hamma narsadan afzal ko'rsang, seni baxtsiz qilib qo'yadimi? Shunday bo'lishi mumkinmi? Aslo, aslo. Chunki Alloh Al-Karim, Ash-Shakur bo'lgan zot. Bundan ko'ra dunyoni zavolga uchrab, dunyoni vayron bo'lib ketishi Alloh uchun yengilroq. Faqat bitta muammo nimada? Shoshib ketasiz. Mana Alloh uchun shu harom tijoratdan voz kechdim demayapti. Mana Alloh uchun mana mansabimdan voz kechdim. Hech narsa yo'q. Nima olib ketasiz? Xuliqal insonu min ajal. Inson shoshqaloqda. Shoshmay turing. Siz Alloh uchun kechdingizmi? Ha. Alloh taolaning rahmati keladimi sizga? Ha. Qachon keladi? Siz isbotlashingiz kerak Alloh taoloning rahmatiga loyiq ekanligingizni. Qaytaraman. Alloh taoloning rahmatiga loyiq ekanligingizni isbotlashingiz kerak. Kimga isbotlaysiz? Kimga isbotlaysiz? Siz o'zingizga isbotlaysiz. Katta tijoratda, katta harom tijoratda tashladingiz. Juda katta daromaddan voz kechdingiz. Katta mansabdan voz kechdingiz. Nima? Ketishingizga ertasi kuni, keyingi hafta shop bitib ushatib qo'yadi deb kutyapsizmi? Siz o'sha voz kechdingiz, birinchi etapdan o'tdingiz. Endi uni yoqiga Alloh taolo sizni vaqt bilan sinaydi. Chidaysiz 1 yilmi, 2 yilmi, 3 yilmi? Oho, domla 3 yil kutamanmi? Mavjud 10 yil kutasan. Uni kim hal qiladi? Fa'alul lima yurid. Alloh xohlaganini qiladi. Xolasa 6 oy sinaydi. Xolasa 1 yil sinaydi. Lekin mana shu 1 yilmi, 3 yilmi sinovdan o'tasan. Varanglagan qimmat mashinani minib, boshi shikarni yashariding, bir daniga piyada bo'lib qolding. Arzimagan oylikka ishlaydigan bo'lib qolding. Sen isbotlaysan, Alloh seni qo'llashga loyiq ekanligingni. Allohning rahmatiga loyiq ekanligini isbotlaysan. Kimga? Kimga? O'zingga. Robbing seni biladi kimligingni. Bir ish qilmoqchisan, u ish Allohga bo'lgan toat. Agar uni qilaman desang, atrofingdagilar aytadiki, agar uni qiladigan bo'lsa, anday bo'ladi deydi. Bunday bo'ladi deydi. Qo'rqitishadi. Rostdan ham shuna bo'larmikin? Rostdan ham Allohdan rozi qiladigan ishni qilsang, ustingga shu yomonlik kelarmikin? Rostdan ham shu yomonlikda qolib ketarmikin sen? Seni Allohga bo'lgan muhabbating hamma narsadan ustun, birodar. Sen Allohning roziligini hamma narsadan ustun qo'yding, natija qanaqa bo'ladi? Odamlar aytgandek bo'ladimi? Ana shunday qimmat narxni to'lasang, senga nima bor? Alloh rozi bo'ladigan ishni qilding, qiyin ishida. Ana shu qimmat narxni to'lading. Bilasanmi sen uchun nima bor? Agar Alloh qabul qilgan bo'lsa. Ana shu amalingdan Alloh rozi bo'lgan bo'lsa, bilasanmi senga nima bor? Senga Alloh taolo bu borliqning qonunlarini o'zgartirib beradi. Odamlarda aqllari bovar qilmaydigan ishlar sen uchun oddiy bo'ladi. Ibrohim alayhisalomni o't kuydirdimi? Ibrohim alayhisalomdan Alloh rozi bo'luvdi, tabiat qonunini o'zgartirib tashladi, o't kuydirmadi. O'g'lini so'yishga buyurdi Alloh. Allohning roziligini birinchi o'ringa qo'ydi. O'zini nafsidan ham, o'g'lini nafsidan ham ustun qo'yib turib, tomog'iga pishog'i qo'yib tortuvdi. Pichoq kesdimi?
Yana qaytarib aytamiz. Agar sen Alloh rozi bo'ladigan ishni qilsang va mana shu narsada sobit tursang va Alloh sendan qabul qilgan bo'lsa shu amalingni, Alloh azza va jalla sen uchun bu borliqni qonunlarini o'zgartirib beradi. Seni mana shu qilgan ishing uchun jazolash kerak bo'lgan odam kelib o'zi himoya qiladigan bo'lib qoladi. Sizni muammoga tiqish kerak bo'lgan odam o'zi kelib sizni himoyachingiz bo'lib qoladi. Alloh qodirmi bunga, qodir emasmi? Ishdan haydab yuborish kerak bo'lgan xo'jayin buni teskarisini qiladi. Aksincha, mansabingizni, martabingizni ko'tarib qo'yadi. Oyligingizni ko'paytirib qo'yadi. Yumshoq so'zlaydi, ehtimol mukofotlab ham qo'yadi. Hamma ana shu ishing uchun senga yomonlik keladi deb turuvdi, oqibat yaxshilik bo'ldi. Misol, Ahmad bir ajnabiy kompaniyada ishlaydi. Oyligi juda ham katta. Yaxshigina mashinasi bor, o'zining mashinasi bilan borib shu kompaniyada ishlaydi, haydovchi. Kompaniyani ishchilarini u yoqqa bu yoqqa olib yurish kerak. Endi g'ayridinlar, ajnabiy kompaniya. Ana shu ishchilarni olib yurar ekan, savdo markaziga kirib ketadi, aroq olib chiqadi, vino olib chiqadi yoki tungi klublarga olib borasan deydi. Shunga o'xshagan harom xarish ishlarga ham yurish kerak. Musulmon yaxshi oylik oladi, oylik berayotgan ishxonadagilar g'ayridin. Ahmad bunga rozi bo'lmaydi. Mashinamda harom narsa tashimayman deydi. Harom joyga olib bormayman bularni deydi. Lekin ishchi oddiy. U kompaniyaning ishchilarini qaytara olmaydi bu ishidan. Mana endi tanlash kerak. Taqvo qilib bu katta oylikdan voz kechadimi yoki oylikni ushlab taqvodan voz kechadimi? Taqvoni tanladi. Ishidan voz kechadigan bo'ldi. Ana shu kompaniyaning direktoriga borib turib niyatini aytdi. Sababini ham aytdi. Bu agar ishdan ketsa, o'rniga 10 ta xaridori bor. Chunki katta oylik beradi-da. Bu vakansiya bo'sh qolmaydi. Kompaniyani javob berib olishi endi aniq. Borib turib aytdi. Men musulmonman. Bunaqa harom ishlarga aralashishimga dinim yo'l qo'ymaydi. Men bu ishlarni qila olmayman. Men ishdan bo'shating dedi. Bo'shatib yubordimi? Aksincha, hurmati oshdi yana. Dinini mahkam ushlaganligi uchun Alloh taolo ana shu g'ayri dinlarni o'zi bir isloq qildiki, bunga bo'lgan munosabat o'zgardi, olib qolishdi. Yana ham hurmati ziyoda bo'ldi. Avvalgidan ko'ra ishonch ko'paydi. Unga ikrom ko'rsatishdi. Mansab bilan aljud qilish sizga yoqadigan daromad, sizga yoqadigan kursi mansabdan Allohning roziligi uchun voz kechishligingiz. Ozgina olib qolib, ko'p berayotgan bo'lsangiz, isor. Ko'p olib qolib, ozgina berayotgan bo'lsangiz, saxovat. Berganingizni, olib qolganingiz teng bo'lsa, bu aljud deyiladi. Birinchisi, jon bilan aljud qilishlik. Ikkinchisi, mansab bilan aljud qilishlik. Payg'ambarimiz aytibdilar: "Innaka lan tad'a shay'an ibtigha Allohi illa ataka khayron minhu." Sen bir narsani tark qilsang, Allohning roziligini deb, Allohni deb bir narsadan voz kechsang, Alloh senga undan yaxshirog'ini beradi deb aytibdi payg'ambarimiz. Gohida oldingda tanlov turadi. Ma'siyatni qilasan yoki taqvoni tanlaysan. Yaxshi ishni, katta daromadni, kengchilikni tanlasang, gunoh ishga qo'l urishga to'g'ri kerak bo'ladi. Shunda taqvo egalarini senga nasihati quyidagicha bo'ladi. Agar sen dunyoni qo'yib, oxiratni tanlasang, bas u ikkalasiga ham erishasan. Agar oxiratni qo'yib, dunyoni tanlasang, bas u ikkisidan ham mahrum bo'lasan. Nimani tanlash kerak ekan? Taqvoni. Demak, aljudning birinchisi jon bilan aljud qilish, ikkinchisi mansab bilan aljud qilish, uchinchisi rohat, huzur halovatda aljud. Uyingga kelasan, tushlikni qilding,
Biroz dam olishing kerak. Charchagansan, ayolning xizmatingda, farzandlaring atrofingda yonboshlab telefon o'ynaysan yo televizor ko'rasan. Ko'ngling kusagan narsani ichidasan. Xullas dam olasan. Ishlading, charchading, haqqing bor. Yoki mana shu huzur halovatdan ajralasan, uyingdan chiqasan, tiqilinch avtobusga chiqib o'tirasan, mashaqqatlarni ko'tarib masjidga kelasan, ilm majlisiga. Yoki bironta kasalni ziyoratiga borasan, yoki bironta odam bir hojatini ravo qilishga birga yurasan. Shunda sen nimadan voz kechding? Nimangda saxovat ko'rsatding? Huzur halovatingda, rohatingda. Demak, uchinchisi huzur halovatdan voz kechishlik va mana shu narsada al-jud. To'rtinchisi ilmda al-jud. Nafsda, mansabda, rohatda al-jud ko'rsatish. Bu ilmda al-jud, saxovat ko'rsatishlik eng oliy martabalaridan saxovatning. Kim insonlarga Allohni tanitadigan ilmni tarqatish bilan mashg'ul bo'lgan bo'lsa, shubhasiz ulug' ish bilan mashg'ul ekan. Odamlarga Allohni tanitadigan ilmni o'rgatish bilan mashg'ul bo'lib yurgan bo'lsa, bu odam eng ulug' ish ustida ekan. Chunki bu ish Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan qolganda, anbiyolardan qolganda, odamlar bor adashgan, ma'siyatga kirib qolgan, nafsini ko'yiga kirib qolgan. Sen mana shu odamni bittasini topib Allohga dalolat qilding. Ilm o'rgatding, haqni tanitding. U amal qildi. Mustaqim bo'ldi, saodat topdi. Oila va hayoti ham o'rniga keldi. Rizqida baraka paydo bo'ldi. Oilasida farovonlik bor. Mana shu odam qachon ro'parangga chiqsa, seni ko'rib xursand bo'ladi-da, minnatdorchilik bildiradi. Sen uni to'g'ri yo'lga kirib ketishiga sabab bo'lganligini aytib, sendan rozi bo'lganligini aytadi. Aytadi, Alloh rozi bo'lsin sizdan deydi. Ajringizni bersin. Meni hamma savobli amallarimga siz sheriysiz. Chunki siz tufayli Alloh meni hidoyat qildi deydi. Endi qarang. Mashaqqat so'zni eshitgan paytingizda Alloh sizni yaxshi ko'rayotganligini, sizdan rozi bo'layotganini his qilmaysizmi? Liyan yahdiyallohu bika rajulan wahidan khayrun laka min humurin na'am. Rasululloh aytganlar, sen sababli bitta odam hidoyatga yurib qolsa, sen tufayli Alloh bitta odamni hidoyat qilgan bo'lsa, sen sabab bo'lgan bo'lsang, mana shu narsa senga qizil tuyalardan ko'ra yaxshiroq deydilar. Yoki mimma talata alayhi shams deyiladi boshqa hadisda. Quyoshning nuri nimani ustiga tushgan bo'lsa, shuni hammasi seniki bo'lsa bitta yaxshilik, lekin bitta odam sen tufayli hidoyat kelib qolsa, undan kattaroq yaxshilik deydilar. Bu odamlar Allohning bandalari atrofimizdagi. Ularning ichidagi eng yaxshi odam kim desa, odamlarga foydalisi. Alloh seni mana shunday xayrli ishda ishlatganini ko'rib, ichingdan quvonasanmi, yo'qmi? Allohning huzurida qadring, qimmating borligini o'ylab xursand bo'lasanmi, yo'qmi? Chunki aytyapmiz-ku, eng yaxshi odam odamlarga foydali odam. Bo'lib ham seni qanaqa foydang tegdi unga? Allohning yo'liga qaytishiga sabab bo'lding. Demak, Alloh seni ishlatdi. Hadisda aytildi-yu, Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa ishlatadi. Qanaqa qilib ishlatadi yo Rasululloh? O'zi rozi bo'ladigan ishlarga buradi. Siz bir odamning hidoyatiga sabab bo'ldingizmi? Demak, Alloh sizni yaxshi ko'ribdi. Seni qo'ling tufayli Alloh yaxshiligini joriy qilganini ko'rib, o'zingni Allohga yaqin his qilmaysanmi? Bu tuyg'uni totib ko'rgan odamlar biladi. Agar saodatli bo'lishni xohlasang, boshqalarni ham saodatli qilgin. Qaytaramiz. Baxtli bo'lmoqchimisan? Boshqalarga ham baxtni ulashgin. Ularning ham qalbiga mana shu saodat, baxt hissini kiritgin. Shunda albatta baxtli bo'lasan. Atrofimizdagi odamlar, birodarlar, Allohning bandalari. Ularning ichidagi eng yaxshilari kimlar? Odamlarga, jamiyatga foydasi bo'lgan odamlar. Ey, senchi masjidga kirib olib 40 kun qolib ketdi. Jay namozni teshib ol. 25 soat ibodat qil, 24 emas.
million marta zikr ayt. Bu hammasi o'zing uchun. Buni o'rniga 5 mahal namozingni o'qi, nafl namozni kuching yetganicha, zikrni kuching yetganicha ayt, chiqib turib jamiyatga foydali bo'l. Ana shu ish senga ulug'roq martabani beradi. Bir yigit, yosh yigit Nabiy sallallohu alayhi vasallam zamonlarida odatdagidan tashqari masjidda ko'p o'tiradi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam tirikchiligi nima bo'lyapti deydilar. U yigit aytadiki, meni akam boqadi deydi. Ahuka abadu minka deydilar Rasululloh. Akang sendan ko'ra ibodatliroq ekan. Ko'chada adashib yurgan bir bolaga ko'zing tushdi. Qarasang, tanish. Tikilib qaroding, falonchi odamning o'g'liga o'xshayapti. Eshitding, o'sha o'g'li ko'chaga chiqib ketibdi. Uydan qochib ko'chaga chiqib ketibdi. Otasi topa olmayapti ekan, uyga kelmay qo'yibdi. Tanib qolding, nima qilasan? Qarasang, usti boshi yudab ketgan, kir, hidlanib ketgan, qorni och. Yurdiysizda olib borib hammomga yuvintirib, tarantirib, chiroyli qornini to'yg'izib, qo'liga 3-4 so'm berib, boravering deb qo'yib yuborasiz. Yaxshilik qildingizmi, yo'qmi? Kelib otasiga aytdingiz. O'g'lingizni topdim. Yuvintirib, tarantirib, kiyimlarini to'g'rilab, qornini to'yg'izib, qo'liga 3-4 so'm berib, javobini berib yubordim. Ota nima deydi? Xursand bo'ladimi? Xursand bo'ladimi? Jahli chiqadi. Ha, buni qilib yedirib ichirishni o'rniga meni oldimga olib kelmaysizmi? Bo'ynidan mahkam ushlab. Xafa bo'ladi. Noto'g'ri qilibsiz deydi va to'g'ri aytadi. Siz bir qiylangan odamni ko'rib turib 5-6 so'm berib qo'ydingiz. Allohni tanimaydi. Harom hadishda yuribdi. Ibodatdan uzoq. Uni qo'liga $1000 berib qo'ydingiz. Katta ish qilib qo'ydingiz-da nazaringizda. Undan kattaroq ish nima edi? Uni Allohga yetalab olib kelishlikmidi? Iymon yo'liga, islom yo'liga olib kelib qo'yishingiz to'g'riroq bo'lamidi? Bu endi yedirib ichirib pul berib jo'natib olsangiz, otasi xafa bo'ldi-yu. Unga pulni berib turib, bir kunlik muammosini hal qilgandan ko'ra, abadiy bo'ladigan muammosini hal qilsangiz, iymonga boshlasangiz to'g'riroq bo'lmasmidi? Shuning uchun yo'ldan adashgan, nochor qolgan, faqat bir odamning qo'liga 1-2 so'm berib, bir marta qornini to'ydirib, keyin tashlab ketgandan ko'ra, Robbisi huzuriga olib kelganingiz yaxshiroq bo'ladi. Ilm bilan al-juud qilish. Allohni taniydi, Allohga inobat qiladi, Robbisiga qaytadi, shu bilan saodat topadi. Mana shu ish ulug'roq bo'ladi, savobliroq bo'ladi. Mana shuni ish qilsak, adashgan odamlarda Alloh tomonga qaytishiga sabab bo'lsak, siz bilan biz eng saodatli odam bo'lamiz. Robbimiz ash-shakur bo'lgan zot. Nima degani? Seni qilgan yaxshiligini albatta mukofotlaydi degani. Sen nechta odamni hidoyatiga sabab bo'lgan bo'lsang, ana shuncha odamni topgan savobidan xuddi shuncha savob senga ham bor. Ma'qulmi? Hadisda aytilganidek, Allohga qasam, sen sababli Alloh bir kishini hidoyat qilishi sen uchun qizil tuyalardan ham yaxshiroq. Demak, ilmda al-jud, o'zingdagi ilmni talab qilgan kishiga sarf qilishing. Bundan tashqarichi, o'sha bizdagi ilmda so'rash albatta shart emas. Fursat bo'lib qolsa, o'nni kelib qolsa, hikmatli yo'l bilan yoningizda turgan odamga bir ilmdan o'rgatib qo'yishingiz mumkin. Chunki shunaqa odamlar bor, so'rash kerakligini bilmaydi. Ammo yo'lini qilib aytsangiz, nima qiladi? Qabul qiladi. Ayrim tabiblar bor, bemorni ko'radi, dorini shashotib beradi, bo'ldi, ketavering deydi. Yana bir tabib bor, tafsilotini tushuntiradi. Sizni kasalingizning sababi manovi, mana narsa sababdan keldi. Endi bunday qilishingiz kerak deydi-da, haligi odam o'zini ilmida al-jud qilyapti. Tushuntiradi, sharhlaydi, qalbingizga xotirjamlik solib qo'yadi. Kifoya qiladigan javobni beradi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.